Endi hojatxonani bemalol o'zlaring bilan olib yursalaring bo'laveradi do'stlar. Hojatxona, hammom bemalol o'zlaring bilan yuradi do'stlar. Nimaga aytsalaring, bu ko'chma hojatxona bo'ladi do'stlar. Chashagillargacha qo'yib berishgan bo'ladi, suvlari, lampochkalari va dimoxodlarigacha qo'yishgan do'stlar. Bemalol lampochkalarni svetini o'chirib yoqish, patkulichi tayyor bo'ladi do'stlar. Uyga olib borasizda to'kingiz bilan suvingizni ulab oladigan bo'lsangiz bo'ldi. Kanalizatsiyaga ulab qo'yasiz. Bemalol maqsadingiz bo'laveradi. Bundan tashqari do'stlar, hojatxonalarimizda bundan tashqari xuddi shunday unitazli variantlari ham bor do'stlar. Ichkarilarga qo'l yuvgani ham bemalol narsalarni qo'yib berishadi. Xohlasalaring do'stlar, qaranglar, bu tomonda mana ham hammom ham hojatxona bo'ladigani bor do'stlar. Qaranglar. Ichkariga kiradigan bo'lsa, razmeri ham anchagina katta bo'ladi. Kirib ko'radigan bo'lsangiz, bemalol albatta yuvinasiz, boshqa bo'ladi. Hojatxona uchun nimalarni qo'yishgan, qo'l yuvish uchun sharoitlari bor va konditsionergacha bor do'stlar. Konditsionerlari bor, bemalol qish kunida isitib maqsad bo'ladi. Dimoxodlarigacha qo'yishgan, pardalari ham o'zi bilan tayyor bo'ladi do'stlar. Patkulish aytib o'tilganda, to'kitulish, suvni ulasiz, tayyor bo'ladi do'stlar. Xohlasangiz mana ikki xonaliklari bor. Bunisini ochadigan bo'lsangiz, hojatxona bo'ladi do'stlar. Bular hojatxona. Bunisini ochadigan bo'lsangiz do'stlar, bunisi hammom bo'ladi. Bemalol qilsangiz, razmeri ham anchagina katta. Oyoq tayyorlarini ham temirdan bo'lar ekan do'stlar. Chiramaydigan, zanglamaydigan bo'ladi. Kraskalarigacha tayyor qilib berishgan. Ya'ni patkulish do'stlar, bulargacha mana konditsionergacha qo'yib berishgan do'stlar. Endi bularimizni narx-navosi necha pul bo'lyapti va qayergacha dastavkasi bor va bu nimadan tayyor bo'ldi deydiganlar uchun to'liq ma'lumotni Usta akamiz olamiz. Assalomu alaykum. Usta aka, yaxshimisiz? Charchamang. Usta aka, endi juda ko'pchilikga qiziqdi endi bu. Xo'p, endi birinchi bo'lali gibriddan boshlaylik. Mana shunda menga o'zi asosiy mashi yoqdi. Ko'pchilik shuni alohida bo'lgani uchun juda ham zo'r ekanda. Razmeri necha buni? Xo'p, bunimiz razmeri uzuni 3 metr, eni 1.60 bo'ladi, 2 xonali bo'ladi. Bitta xonasi hojatxona, bitta xonasi shu yuvinish xonasi, dush xonasi bo'ladi. Bu o'rtadan bo'linganmi yoki hojatxona sal kichkinaroqmi? Yo'q, o'rtasidan bo'lingan. O'rtasidan bo'lingan bo'ladi. Do'stlar qaranglar, hamma yo'lda qog'oz qo'yadiganigacha qo'yib bergan do'stlar. Qo'l yuvish uchun sharoitlari ichkarida bo'lar ekan. Endi bunisini ham bitta ko'rsatingmi? Narxi necha pul buni aka? Xo'p, bunimizning narxi 2 xonalimiz narxini 15,5 million qilib beryapmiz. 15,5 million. Xuddi endi shuni uzunligi 3 metr, eni 1.60 ta bir xonali varianti bor. Unga kir mashina qo'ysangiz ham bo'laveradi bemalol. Kimga shunaqa kir mashina qo'yaman deydiganlarga bo'lsa, bunaqani emasga beramiz. Unimiz bir xonali bo'ladi, eshigi bitta bo'ladi, 15 millionga tayyor qilib beramiz. 15 million. Bu nimadan tayyorlangan bu endi? Buni materiali sandwich panel bo'ladi. O'rtasida pokey bo'ladi buni. Issiq sovuqda o'shadi, tupli bo'ladi, zavodskoy. Nimalarga qo'yilgan ekan, furtichkalarigacha. Furtichkalari bor, eshiklari akfa bo'ladi, xudo xolasa, ancha yil xizmat qiladi. Do'stlar, hali 15 yil, 20 yil bemalol ishlataverasiz. Hali bitta joyda turadi-yu, bu har doim vaqa-vaqa. Bu zanglamaydi, chirimaydi. Zanglamaydigan mahsulot, xudo xolasa. Sandwich panelni juda ko'pchilik biladi. Endi bu qanaqa variant endi? Endi bunga keladigan bo'lsak, bu ham hojatxona, ham hammom variantimiz bo'ladi. Razmerlarimiz xo'p 2,5 ga 1.25 bo'ladi. Buni ham ichida o'sha aristonlari, suv nasosi, rakovinasi, unitazlarigacha qo'yib qo'yilgan. Xudo xolasa, chiroyli holatda yuvinaman desa ham haqiqatda qisilib qolmas ekansizlar do'stlar. Bemalol yuvinsa bo'laveradi. Pardalarni to'sib yuvinsangiz bo'laveradi. Narxi necha pul buni? Xo'p, bunimizning narxiga keladigan bo'lsak, unitas qo'yib beradigan bo'lsak, bu 12,5 millionga to'xtaydi. Endi kimga faqat yo menga unitas kerak emas, faqat hammomda o'zini qilib beringlar deydigan bo'lsa, unaqamizdan bor. Unimiz 12 millionga to'xtaydi. Faqat uning ichida unitazimiz bo'lmaydi. Undan ham bormi? Ko'rsatsa bo'ladimi? Undan ham bor. Buni ham tay temiri? Buni ham hammasi necha listami temiri? To'rtli. To'rtli lista. Juda ham zo'r do'stlar. Endi mana ko'rishlaring mumkin. Qaranglar. Bunimiz 12 millionlik variantimiz mana. Mashinamiz 12 millionlik varianti. Bu 12 million varianti. Amaki kir mashina qo'yib bersa ham bo'lar ekan-da. Bunga kir mashinaga mo'ljallangan bu. Motorlari ham bo'ladi. Motor, suv nasoslari ham bo'ladi. Suvni o'zi bemalol Hammasida bo'ladimi? Hammasida? Hammasida bo'ladi. Hammasida bo'ladi. Hojatxonada bo'lmaydi lekin. Hojatxonada bo'lmaydi, lekin hammomlarda hammasida bo'ladi. Hammasida bo'ladi. Suvni bemalol o'zi tortib, napoli chiqarib beradi. Aynada ham originaldan qo'yilgan ekan. Xudo xolasa, hammasi chiroyli variant. Bular ham do'stlar kichkina varianti bor ekan. Bularda ham bormi konditsioneri? Bunda ham bor. Hammasida bor. Hamma hammomlarda konditsioner qo'yib qo'yilgan. Do'stlar, mini konditsioner qo'yilgan. Bu kichkina xonaga o'zi yetarli bo'ladi. Bemalol do'stlar yuvinsalardan. Faqat bu razmeri nechiga buni? Bunimiz razmeri bu 80lik. 80lik ekan. Buni kattarog'i ham bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, uni ham qo'yib beraveradi. 90lik, 1lik, shunaqalari bor. O'zi 90ligi normalniy bo'lsa kerak, Aristoni ham ichida. Aristoni ham ichida, komplekt, patkilik. Idish bo'ling. Ustivosh iladigan zo'r do'stlar. Hamma yo'g'i bor. Svetini yoqsangiz o'zi avtomatik bu ishlaydi. Avtomatik ishlaydi.
Hech ham zo'r. Montajlarigacha o'qib berishgan do'stlar. Xudo xolasa. Narxi necha pul dedingiz buni? Bunimiz narxi 12 million so'm. 12 million so'm. Hojatxonalarimiz-chi? Hojatxonalarimiz unitazli varianti ko'rishlaring mumkin. Buni ichida rakovinasi ham bor. Bu endi 5,5 millionlik variantimiz. Rakovinasi yo'q varianti ham bor. Unimiz 5 million so'm bo'ladi. 5 million so'm bo'ladi. Bu ham patkulich, bitta tok to'laysiz, suv to'laysiz, xudo xolasa foydalanishga tayyor bo'ladi. Bular ham originaldan qo'yilgan ekan, Xudo yaxshisidan. xolasa chiroyli qilib ishlangan. Yaxshisidan qo'yilgan ekan. Bularga ham o'sha demaxodlarigacha qo'yilgan ekan. Bu narxi necha pul? Bunimiz narxi 5,5 million. Aka, mana shu razmerda, shu hojatxonaning o'rniga dushni o'zini qo'yib bersangiz qilib berasizmi buni ham? Qilib beramiz, xudo xolasa. Buni ham narxini kelishilgan holatda qilib berilaveradi. Xudo xolasa. Do'stlar, hali faqat xommomda o'zi kichkina, 1,5 ga 1,5 manga. Necha edi buni razmeri? 1.35 ga 1.25. Biz bitta hammomga yetarli. Ichkarisi 1,20 ga 1,20 bo'ladimi? Ichkarisi 1,20. Yetadi, Yuvinib bitta ketgani yetadi. Hali dalalarga masalan bemalol bo'ladi-da. buni Yozgi kuniga yaxshi. shu holatda jo'natib yuborasizlar-a? Shu holatda patkilish jo'natiladi. Bu qanaqa variant endi? Bu bunimiz endi chashaginli varianti bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Bu ham patkilish holatda, kraskalari qilib qo'yilgan. U turbalari qo'shib beriladi, svetlari, ventilyatsiya tizimi hamma yo'q o'rnatib qo'yilgan. Xudo xolasa. Suv montajlarini ham orqasidan ulab bersa bo'ldi. Bo'ldi. Bitta tok bilan suvlansa bo'ldi bunga ham. Bilan suvlansa bo'ldi. Necha pul bu? Bu variantimiz 4 million 700 ming so'm. 4 million 700 ming so'm. Endi ko'pchilik so'rayapti, mashinaga rakovina qo'yib beringlar deb, unga jichcha qo'shilib qoladi. Ha, rakovina. Uni kelishamiz, xudo xolasa. Jichcha qo'shilib qoladi. Yana to'g'ri topdi. Bunimiz ham o'sha Chashaginli variant. chashaginli variant ekan. Bunga ham rakovina qo'yib bersa, narxiga qo'shilib, bu ham o'sha 4 million 700 ming so'm. Do'stlar, O'zbekiston bilan dastavkasi bor. Dastavkamiz bor, faqat kelishilgan holatda. Do'stlar, kelishilgan holatda deganda bitta narsani tushuninglar. Kelishilgan faqat yo'l kirasini berasizlar yoki yo'l kirasini kelishasizlar. Mashina o'zlarida bor, o'zlari transportlarni topib shunaqa transportlarni topishadi, jo'natishadi. Uyingizga borganda endi kelishuvga qarab, balkim 50 qilarsizlar, dogovor qilib, balkim bular to'lar, balkim sizlar to'lar. U kelishilgan holatda deganda u gaplashishingizga bog'liq bo'ladi, do'stlar. Misol gaplashadigan bo'lsangiz 50 dastavka gaplashsangiz 100 mingga borsa 50 ming dastavkasiga berasiz, 50 ming bular beradi. Agarda 100% bular to'lash kerak bo'lsa 100% bular to'lanadi. Buni endi joyiga qarab kelishilgan holatda deganda shu nazarda tutiladi, do'stlar. Mashina oqtarib, ovoragarchilik bo'lmaydi. Uyingizga borganda bemalol pulini qanaqa bo'ladi endi to'lov? Puli endi hozircha olyapmiz, boshlanish to'lovida olyapmiz. Masalan, 12 millionlik hammomizga zakaz tushadigan bo'lsa, 3 million so'm oldindan to'lab beradi. Chunki biz buni yasab bo'lganimizdan keyin masalan olmayman deydiganlar bo'lib qoladi-da. Biz kuyib qolmasligimiz uchun avval to'lovini olamiz. Boshlang'ich to'lov. Bular hammasi hozir zakazdanmi yo'qmi? Bular zakaz, yo'q, zakazga, hammasi zakaz. Zakaz qilsa necha kunda bitadi aka? Xudo xolasa bir hafta uzag'i. Bir hafta uzag'i. Uzag'i bir hafta yetib boradi. Do'stlar, xudo xolasa biz Farg'ona viloyati Va'dada turibmiz. Zakaz berish uchun nomerda ekranlar qoldiramiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Agarda kelib olib ketaman deydigan bo'lsalaring, nomerga telefon qilsalaring, lokatsiyalarini tashab berishadi. Bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin, do'stlar. Obutuzdan uzoqlashmanglar, do'stlar. Bitta-bittadan like bosib, obuna bo'lib ketsalaring, bundan da qiziqroq ishlab chiqarishlarni birinchidan bo'lib ko'rib borasizlar.